Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Men servizdan telefon qilman. Ne xizmat aka? 3 kun oldin kechqurun ko'chada qolib ketganingiz, benzin nasos qo'yib keldim. Sizdami kechqurun? Yo'q, kimda? Aka, erkakmisiz? 3 kun oldin kechqurun qo'yib berdimi? Nima uchun o'ylaganmisiz? Pulini bermaysizmi aka? Ertaga kiraman dedingiz. Oradan 3 kun o'tib ketyapti aka. Men siz pastani klient deb hurmatingizni qilib, soat kechqurun uyqumdan kechib ko'chada benzin nasos qo'yib berganman aka. Sog'lig'ingizdan, sog'lig'ingiz vaqt ishlaydimi? Sog'lig'imdan, asabimdan biz kechdim aka. Shuni aytganingizda aka, kechqurun bormasdimmi? Prosta hurmatingizni qilib, shu kuni borganman mashinada aka. Mashinangizni remont qilib bergani. Ke rабочий pulim kabul olganingiz uchun benzin nasos rабочий ham qo'yib berdim aka. Esizdami? O'zim qo'yganimiz, qayerda o'zingiz? Nima deysiz? O'zim qo'yganimiz, qayerda o'zingiz? Aka, mashinangiz zavat bo'ldi-yu. Alo. Aka, pul berish niyati bormi, yo'qmi? Qanaqa pul yo'q. Aka, mashinangiz zavat bo'ldimi shu kuni? Ay, boraman gapni. Gaplashishdan emas, menga pul bilan keling aka.